Vokal kurslarining birinchi bosqichini 4-mashqi. Nafas olish uchun mashq qilamiz. Tasavvur qiling, yoningizda 5 ta sham turibdi. Bizni vazifamiz mana shu shamni o'chirish va birinchi qismida 5 ta shamni alohida o'chiramiz. Nafasni qoringa olamiz. Men bu nafas olganda turib ko'rsataman. Ни в коем случае qilib ko'krakka nafas olish mumkin emas vokalda. Vokalda faqat qoringa nafas olamiz. Yoki burun bilan. Hech qachon vokalda qo'shiq aytganda ko'krakka nafas olish mumkin emas. Vokalda qo'shiq aytganda har doim qoringa nafas olish kerak. Chunki qoringa ko'proq nafas ketadi va qorindan nafas olganda qo'shiq aytganingizda qoringiz naprigatsiya bo'ladi. O'shanda ovoz jarangdor va apora bilan chiqadi, kuch bilan chiqadi. Tak вот, 5 ta shag'am o'chiramiz. Qoringa nafas olamiz. O'chiramiz. Yana bir marta. Yana bir marta. E'tibor berdingizmi? Men sham o'chirganimda qornim sakrayapti. Agar sizda ham shunaqa bo'lsa, bu degani to'g'ri qilyapsiz. Agarda sizda qilyapsiz u qorningiz qimirlamayapti, значит siz noto'g'ri nafas olyapsiz. Qoringa olamiz faqat va dalsha o'chiramiz 5 ta shag'amni. Yana bir marta. Yana bir marta. Yana bir marta. Yana bir marta. Oxirgi marta. Obshi 8 marta o'chiramiz. Keyin mana shu shamlarni bir-biriga ulab o'chiramiz. Nafas olamiz va bitta nafasda o'chiramiz. Oxirida nafasingiz qolmasligi kerak. Agar boshingiz aylansa, bu normalmi. Mana ham boshim aylanadi. Chunki nafasga ishlaganda har doim odamning boshi aylanadi. Agar boshingiz aylanmasa, bu degani siz noto'g'ri qilyapsiz. Endi ritmichna puflaymiz. Ko'rsataman. Bunda ham qorin sakraydi. Ko'rdingizmi? Qarsak chalib, ritmichna puflaymiz. Yana. Futbolkam keyinlik qilyapti, shunga qornim sakragani ko'rinmayapti. Atak to'g'ri qilsangiz qorningiz sakrashi kerak. Puflaganda mas yoki mas og'zimizni trubochka qilamiz. Sham o'chirganda qanaqa o'chiramiz? Qilamiz-ku. Xuddi shunaqa. Qilib o'chiramiz. Endi xuddi shu narsaga u harfini qo'shib nota qo'shamiz. Как будто shamol uchganda qanaqa bo'ladi? Bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa zvuk. yoki u emas yoki emas. Ketdi.
qichqirayotganda mana bu yerlaringiz qichiydi. Meni ham qichib ketdi hozir. Orqaga. Voy boshim aylanib ketdi. Professionallarning boshi aylanmaydi desangiz, noto'g'ri bo'ladi. Meni ham boshim aylanadi. Chunki dihaniya, hamma narsa, o'pka, qorin, bosh, hamma narsa bu yerda ishlayapti. Bosh aylanishi bu holat, normal holat.